Assalomu alaykum. Assalomu Dasturga alaykum. sizgamidi? Ha, kutib turing hozir. Bu ana. Hozir jonimga berdim, keyin chiqadilar. Agar yarashsa, birdan pul berib yuboramiz. Bo'ldi. Ha, yaxshi bo'ladi. Ya, bu menga turmadi, menimcha yarashmadi. Yaxshi-ku. Da. Dada. Da, yarashdi deyapti, da. Cho'tga turibdi. Zo'r. Bitta rasmga olay, rahbar shunday so'raganda. Hech narsa kerak emas. Shunday tashlab yuboraman bu. Mana onam, hozir shuni onamga tashlayman. Onam maqtaydi sizga shu kiyim. Bu cho'tga ko'radi. Yarashdi menga. Bo'ldi. Qancha pulni beraveramiz birdan? $300. Bo'pti. $300. Nima, balo 99 ming ketgan degan Bo'ldi. zakaz qiluvdim. Zo'r ekan, olamiz. Ha, men pul so'rasam, o'g'limning kontrakti bor, ha? Shuni ham kontraktga to'laydi. Nima? Shu bola ham student bo'lsa kerak, kontraktga to'laysiz. Kontraktga to'laysan? Shunday, kontrakt. To'xtang. Dastavka pul bermaysizlar? Nima? Uchta do'kon naridan olib kelib Bo'pti, mayli, nech pul? $100. $100 Ey! insofiylar bor. O'chir ovozingni, qiynalgan bola ekan. Bo'l. Bo'ldi. Kir, hozir kir. Kajon. O'zingiz aytdingiz-ku, kontrakt pulini o'zing halol mehnatda top deb. O'shan halol mehnat qilib ishlab pul yig'yapman. Undan keyin ishlaganingni ko'rmayman. O'zim to'layman kontraktni. Ana rasmni o'chirib tashladim. $100 bersangiz o'chiraman. Halol mehnat-da bu ham. Halol. $100. Boshqa ko'rmayman. Bo'l. Yana nima chiqib kelding? Ha, ovqat zakaz qiluvdim hozir dastavkaga. Men qil o'zimiz borib